jannatga bir qadam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته hurmatli aziz jamoatlarimiz inshaalloh Sayyidul Ayyom Hajjul Masakin bu ulug' juma kunida 21 mart 2025 yil Navro'z kunida inshaalloh mavzumuzni boshlaymiz. Mavzuning mavzusi omonatdorlik insoniy fazilat degan mavzuda ekan. İnsonda fazilatlari bor, bir nechta fazilatlari bor. 99 ta Alloh taoloning sifati bo'lsa, insonda shu sifatlar mavjud. İnsoniylik endi fazillar bor. Shu ishlarni qilsa insoniylik maqomati yuqori bo'ladi. O'sha fazilatlardan biri omonatdor inson bo'lishlik ekan. Omonatdorlik insoniy fazilat degan mavzu. Quyida omonatdorlikka qaytamiz. Hozir tezisimizni avvalidagi matnlarni e'tiborlaringizga havola qilib o'qib beramiz. Hurmatli jamoat, Allohga shukr qilishdan biz hech qachon charchamaymiz, alhamdulillah. O'ziga shukr. Mana sovuq kunlar ortda qoldi. Bahorga ham yetib keldik. Ekin ekish mavsumi ham kirib keldi. Qadimdan ota-bobolarimiz ekin mavsumini Navro'z kunidan keyin boshlagan ekanda. Navrozgacha sovib ketishlik ehtimoli bo'lganligi uchun yerga uduq qadamasdan turgan ekan. Mana dehqonsizlar ko'plaringiz. Ota-bobolarimiz shu ishlarni qilib kelgan ekan. O'git bo'lib bizlarga qolib kelyapti. Olma guli boshlandi, Makkani ek, shuna gaplarimiz bor edi. Misol uchun amal kirdi maqollarimiz bor edi. O'ziga shukr, mana shu kunlarga yetkazdirdi bahor fasliga. Mana ko'kalam kirib keldi. O'ziga yarasha bahorning ifori bor. Daraxtlar bargini tashlab, mana qaytadan kurtak ochib, qishdan chiqib gulladi mana. Mevali daraxtlarimiz, bodom o'rik gulladi. Mana tol popriklarini ko'ryapsiz. Buni ulamolarimiz insonni dunyodan o'tganidan keyin qaytib tirilishligiga dalil qilishgan ekan. Inson ham misoli mana bu daraxt o kuzga borib mevasini pishirib beradi. Insonda ham yoshlik davri bo'ladi, bahor fasli. Yoz davri bo'ladi, navqironlik. Kuzda g'arq pishadi. Yoshi ulug'lar bilan gaplashsangiz, tarixni gapirib bersa ham ibratda bizlarga. Pand nasihat. O'z farzandlarini ko'rib bahra olib o'zining mevasini beradi. O'zi qila olmasa ham farzandi nabirasi yurtga, elga xizmat qiladi. U inson bergan tarbiya tufayli. Daraxtlar ham misoli dunyoda foni ekan. Dunyoda omonat ekan. İnsonning o'zi ham omonat ekan. Joni ham omonat ekan. Shu qishda qaytib bahorda kurtak ochgani kabi inson qabrda yotganidan keyin va minha nukhrijukum taratan ukhra. Minha xalaqnakum deb boshlaymiz oyatni o'qib.
qayta tirilishlikka ham biz albatta iymon keltirganmiz. Ulamolarimiz mana shunday deb ta'rif berishgan ekan. Ekin-tikin mavsumini g'animat bilib, bo'sh yer va tomorqalardan unumli foydalanishimiz maqsadga muvofiq ekan. Kimdir chorvog'i beparvo hali ham yotibdi-da, go'ngini solib, og'darib, tekislab, tayyor qilib, ba'zilar allaqachon o'sha plyonka qilib ekib ham qo'ydi, bodringini ham, pomidorasini ham. Harakatimiz ozgina bo'lsa ham qilib qilinyapti. Kimlarnikidir yoz kirsa ham yotaveradi, bir o't chiqib gullab, yana qaytadan endi bir narsa ekib qo'ymasak bo'lmaydi shekilli. Ana ko'ryapsiz-da, hozir nazorat ostida. Tepada Sputnik orqali uyimizda bo'sh tomorqani ko'rib turiladi. Ekmasak qo'shnimizga elik, yo puli ko'pligidan ekmaydi. Yo dangasaligidan ekmaydi. Ikkita sababi bor-da. Dehqon shunday bir ulug' kasb egasi. Odam alayhissalomni qilgan ishlari. Payg'ambarlar ham nima qilishgan? Dehqonchilik qilishgan. Bir dona bug'doyni odam alayhissalom ekdilar. Dehqonchilik insonning rizqi ro'zining manbai hisoblanadi. Dehqon o'z navbatida yerga uruq qadab tavakkal qiladi. Qaysi kunda shamol kelishi, shu tajribali dehqonlar yaxshi bilish bo'ladi. Har yili o'sha fasl o'sha kunda shamol kelishli, yog'ingarchilik bo'lishligini ular tajribasida ko'rganligi uchun juda mahoratlari oshib ketganlari bor. Ekinga qachon suv berishlik, bu ham ibodat ekan. Dehqonchilik alohida bir kasb ekan. Alohida bir kasb. Dehqonchilik shunday narsa ekanki, bir yaxshi bo'lsa, shu adog'i yetmaydigan darajadagi dehqonchilik bo'lar ekan, barokatli bo'lar ekan. Dehqonchilik, chilikchilik bo'lgani 1 yil, bo'lmagani 1 yilchilik, bo'lgani 1000 yilchilik deb yezga yetilmaganda. Mana shu maqollarimiz bor. Tavakkal qilganligi uchun Alloh taolo bilan qalban bog'lanyapti. Shuning uchun ham ba'zi ulamolarimiz dehqonchilikni eng afzal kasb degan ekanlar. Alloma Mawardi rahmatulloh alayh aytgan ekanlarki, insonning tirikchiligi 3 narsaga bog'langan bo'ladi. Birinchisi dehqonchilik, ikkinchisi tijorat, uchinchisi hunarmandchilik. Qaysi birini qildik? 3 ta kasb. Hunarmandmizmi yoki dehqonmizmi? Yoki tijormizmi? Xo'p, endi bu yog'i chorvadormiz. O'z-o'zidan dehqonchilikka bog'lanib ketadi. Chorvador inson o'z chorvasidan chiqqan shu o'g'itini dehqonchilikka soladi, va hokazo. Bog'liqda biridan biriga. Mashhur sahobiy Huzayma ibn Sobitning o'g'illari aytadilarki, otamning bo'sh yerlari bor edi. Umar ibn Hattob radhiyallohu anhu kelibdilar va aytibdilar, yeringizga ko'chat ekib qo'yishdan sizni nima to'siyapti? Nimaga yeringiz bo'sh yotibdi degan ekanlar. Umar ibn Hattob, xulofoi roshidin, chahoriylarning ulug'lari shu kishi aytgan ekanlar, nima to'siyapti yerga ekin ekishlikdan deganlarida, otam men keksayib qoldim, umrim ham oz qoldi dedilar. Shunda Umar ibn Hattob radhiyallohu anhu, yo'q, unday qilmang. Bo'sh turgan bu yeringizga albatta ko'chat eking deb o'zlari birga ekkan ekanlar. Ke bolam o'tib ketdi, mana bahor o'tdi.
mart o'tyapti, ko'chatni ekib qo'ying deb, bugun juma kunida fi sabilillah ekaylikda, jannatul ma'vodagi biz bir daraxtimizni ekamiz inshaalloh. Mo'minlarning jannatul ma'voda bog'i bor. U daraxtda shu dunyoda ekiladi. Bir ko'chat ekiladi va istig'forlar bilan, duo xayrlar bilan Subhanallohi valhamdulillahi va la ilaha illalloh vallohu akbar deyishligimizning o'zida jannatul ma'voda bir to'p daraxt ekilar ekan bizning nomimizda. Shuning uchun oxirida nima qilamiz? Duodan oldin shu kalimani qaytaramiz. Hazrat Umar radhiyallohu anhu bo'sh turgan yerni ko'rib ko'chat ekishga buyurishlardan ma'lum bo'lmoqdaki, dinimiz ko'rsatmasiga ko'ra unumdor yerni bo'sh qo'yish to'g'ri ish emasligini tushunsak bo'ladi. Undan foydalanishligimiz kerak, bo'sh yerdan. Shunday ekan hammamiz o'zimiz yashab turgan joy va tomorqalarimizni hamda ko'cha mahallalarimizni, bo'sh joylarini unumli foydalanishimiz, turli daraxt ko'chatlarni ekib obod qilishimiz kerak bo'ladi. Ko'cha-ko'ylarda odamlarga soya beradigan, manzarali, mana tol ayniqsa shu cho'llardagi qator tollarimiz qani endi hozir? Ekadigan biz shu fermer akalarimizga tashabbus qilib chiqsak, yo'q deyishmaydi. Savobi bizga boradi. Salqinida kimdir kelib o'tirsa, mevalar bo'lardi mana paxta tergan chiqqanimizda. O'shalarni siz bilan biz qiladigan davrimizda tirikmizmi? Alhamdulillah, umrimizdan bir kun qolgan bo'lsa ham ko'chat ekishligimizga dinimiz buyuradi. Muhtaram jamoat, musulmon kishi topilishi lozim bo'lgan go'zal huquqlardan biri omonatdorlikdir. Ana endi mavzuga keldik bu yerda. Omonatdorlik haqida so'z ketganda avvalo omonatning mohiyati nima degan savolga javob bersak. Allomalar omonatni saqlashning va egasiga topshirishning lozim bo'lgan zimmangizdagi har qanday haqdir deb ta'riflagan ekanlar. Demak, omonat nima? Kimdir falonchiga salom ayting dedimi? Xo'p dedingizmi? Xo'p bo'ladi, inshaalloh desangiz, va'da bo'lmaydi. Alloh xohlasa desangiz. Xo'p aytib qo'yaman desangiz, va'da berib qo'ydingiz. Al-va'dudaynun. Borib, uyga borib bo'lsa ham shu salomni yetkazdirasiz. İnşallah ko'rib qolsak, xo'p yetkazdiramiz desangiz, bo'yindan soqit. Alloh xohlasa deb qo'yapsiz-da. Ko'rmasligingiz ham mumkin. Yo'q bo'ldi, aytib qo'yaman salomingizni dedingizmi? Qarz sizdan. Uni salomi sizga nima bo'ladi? Omonat bo'lib qoladi. Hatto bir salomi ham Hazrati Umarul Faruq otni minib ketayotganlarida Qur'on o'qib ketayotgan ekanlar ot ustida. Choponlarni yelkalariga tashlab olgan ekanlar-da. Kiyib olmasdan yelkalariga tashlab yorsalar, otdan choponlar tushganini bilmay qolibdilar. Qarasalar choponlari yo'q. Otni o'sha yerda to'xtatib piyoda ketibdilar. Borib piyoda choponlarni olib qaytib kelib otda minib davom etibdilar. Shunda ko'rgan kishilar, nima uchun otdan tushib bordingiz? Otni bir tomonga ijaraga olgan edim-da. Agar otni orqaga qaytarganimda omonatiga xiyonat qilgan bo'lar edim. Hozir bugungi kunda nima qilyapmiz? Ba'zilarimiz ijaraga mashina olib turib, mana bu narsa yuklayman, to'g'ashmayman deb qo'yadi-da, 2 kunda birada Toshkentda. To'g'ashmayman deb oladi. Bo'lyapti-da bu narsalar. Omonatga xiyonat bo'lib qolar ekan shu ishlarimiz. Umar al-Faruq bizlarga namuna qilib aytgan ekanlar-da. Yana aytibdilar, bizga aytganingizda biz o'zimiz olib kelib berar edik-ku deganlarda, sen meni qulimmisan degan ekanlar.
Sen olib ko'p bersang ham o'zim senga haq berishim kerak. Hatto qamchilari yerga tushsa ham o'zlari tushib olar ekanlar. Otni qamchilari. Biz shunaqangi bo'lib ketdik endi o'zimizdan qiyos qilaveraylik. Shuning uchun bir-birimizdagi haqdan doim rozi bo'lib yashashimiz kerak. Ushbu tarifdan ko'rinib turibdiki, dinimiz omonat so'zining ma'nosi keng qamrovli ekanligini bildirmoqda. Omonat deganda faqat shu birov salomni yetkazdirish bu demasligimiz kerak. Keng qamrovli tushuncha. Omonat degani dunyo omonat. Ko'rib turgan shu dunyomizda mavjud narsa hammasi bizga omonat. Ayniqsa bizlarga berilgan iymon, din omonat. Omonatlarning turlari ko'p. Tezimizda 4 tasini keltirilibdi. Omonatlardan. Qaysi dinimiz omonatligini keltirilibdi. Bizga berilgan farzand ne'mati bizga omonat ekanligini keltirilibdi. Majlis omonat ekanligini keltirilibdi. Ilmiy majlislarimiz, suhbatlarimiz, korxona tashkilotlarida bo'ladigan yig'ilishlar, majlislar omonat ekanligini, biz egallab turgan mansab, kasbimiz omonat ekanligini keltirilibdi. Endi bularni bir boshdan sharhiga o'tamiz. Zerikmay turasizlar. Chunki rahbariyatimiz ham nima? Bugun Navro'z ayyom munosabati bilan tinch osoyishta bayram kunini o'tkazdirishlik uchun ana shu jamoatlarimizda hammamizni tinchligimizni muhofaza qilishlik uchun nima? Ana shu masjidlarimizda ham tashrif buyurishib turibdilar. Mana biz jamoatda tinchlik bilan, xotirjamlik bilan yurt va elimizni duo qilib mana shu ibodatimizni qilsak, nurun ala nur bo'ladi. Nur ustiga nur bo'ladi. Suyukli payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam ummatlarga barcha ishlarda o'rnak bo'lganlari kabi omonatdor ekanlar. Hali nubuvvat kelmasidan oldin Rasululloh sallallohu alayhi va sallamda shunday bir fazilat bor bo'lgan ekanki, hatto o'sha davrdagi Quraysh qabilalarining eng ulug'lari va boshqa qabilalar ham Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdagi zukkolikni, odob axloqni, va'daga vafoni ko'rib al-amin, ya'ni omonatdor deb o'zlari belgilagan ekanlar. Hatto Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga nubuvvat keldi, payg'ambarlik keldi 40 yoshda. Qur'oni Karim nozil bo'ldi. Bir qanchalari yo'q bu payg'ambar bas, yo'q bu Qur'onga iymon keltirmaymiz islomda deganlar ham Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning ta'riflarida bu qanday inson desa, amin zot. Gapirsa rost gapiradi, va'da bersa vafo qiladi. Omonatdor inson, al-amin deb ta'rif berishgan ekanlar. Bizlarga Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ibrat ekan. Payg'ambarim Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamman deymiz, iymonim bor, mu'minman, musulmonman deymiz. Omonatdorlikni esdan chiqarib qo'yganlarimiz bor. Omonat bergan kishiga omonatini qaytaring. Sizga xiyonat qilgan kishiga siz xiyonat qilmang. Kimdir omonat berdi, shu narsani saqlab turing, qaytarib bering. U omonatni ishlatmang. Turib tursin dedimi, o'sha turib turish kerak. Qarzga deb olsangiz uni ishlataverasiz. Lekin omonatni ishlata olmaysiz. Qaytib o'rniga qo'yib qo'yaman deya olmaysiz. O'sha mablag'ini. Chunki sizga omonat berganda o'sha tugilganicha turish kerak.
Omonatsiz kishining iymoni yo'q, ahdiga vafosizning esa dini yo'qdir deyilgan hadis ekan bu. Topshirilgan omonatga xiyonat qiladigan kishi o'z iymonini ham albatta saqlay olmaydi. Ahd va paymoniga vafo qilmaydigan inson yolg'onchi, aldamchi kishilardan din ham qaror topmaydi. Mana Hazrat Ali karramallohu vajha omonatni ado qilish rizqning kalitidir deb aytgan ekanlar. Rizqimizni ochiladigan kaliti rizqu maqsum, ya'ni rizqimiz tayin qilib qo'yilgan. Rizqimizda ziyoda bo'lishligi bor-da. Rizqimiz ochilmay turibdi. O'sha rizqimizning ochilish eshigini kaliti bu omonatdorlik ekan. Kimdir omonatni oldikmi, uni egasiga qaytarishligimiz ekan. Hushyor bo'lish kerak ekanda, shunda rizqimiz ham ko'payar ekan. Hazrat Umar radhiyallohu anhu shahar tashqarisiga chiqqanlarida bir cho'ponni ko'rib qolar ekanlarda, qo'y boqib yurgan cho'ponni ko'rdilar. Uni oldiga bordilarda, qo'ylaringdan bittasini sotmaysanmi? Desalar, cho'pon aytibdi, men bir qul bo'lsam, bu qo'ylar xo'jayinimniki. Bir necha yildan beri cho'ponlik qilaman. Haq beradi xo'jayinim. Shunda Hazrati Umar radhiyallohu anhu sinamoqlik uchun aytgan ekanlar. Ha, qo'yingni bersang nima qilibdi? Bo'r yeb ketdi deb qo'ya qolasan-da. Desalar, bo'r yeb ketdi deb xo'jayinimni ishontirishligim mumkin. Lekin meni ko'rib turgan Robbimni huzuridan nima deb javob beraman? Ko'ryapsizmi? Mana omonatdorlik. Shunda Hazrat Umar radhiyallohu anhu hojang qaytdi. Borib hojasidan boyagi qulni sotib olib ozod qilib olgan ekanlar. Qul sotib olishlik qancha qimmat bo'lgan. Bir bog'bon bo'ladi. Anor ekadi. Anorlari shunaqangi bir sifatli bo'ladi. Xo'jayini aytadi-da, anorni shirinidan olib chiqing desalar, chiroylisini uzib olib chiqib beribdilar. Qarasalar, bag'i chiroyli bo'lgani bilan anor achchiq. Sizga shirinini olib chiqing degan edim u. Desalar, tashqarisiga qarab olib chiqibman-da. Bilmadingizmi, yeb ko'rmadingizmi desa, yo'q, men sizga ishchiman. Ana shu anorlaringizga qaradim, pishdi, lekin bir donasini og'zimga solib yeganim yo'q degan ekan. Mana omonatdorlik. O'zimizni iymonimizga havola endi. Yuqorida omonatdorlik keng ma'nodagi tushunchaligi haqida aytib o'tdik. Shundan kelib chiqib, bugungi kunimizda dolzarb omonatlarni saqlab va sanab o'tsak, dolzarb omonatlarni sanab o'tsak, ayni muddao bo'ladi. Birinchi, dinimiz omonat. Siz bilan biz e'tiqod qilib turgan islom dini zimmamizda ulkan omonatdir. Alhamdulillah musulmonmiz. Musulmonchilik tilimizda qolib ketmasin. Ha, musulmonlar shunaqa ekanda deb bizdan keyingi avlodlarimiz otam bunaqa qilardi, bunaqa qilaman demasin. Dinimizga turli xil har xil aqidalarni ta'siriga tushib qolib amallarni qo'shmaylik va dinimizga kimlar tomonidan o'ylab to'qilgan
bid'at, xurofatlarni qo'shmaylik. Dinimizdan shu narsa deb gapirmaylik, dinimizda bo'lmagan narsani. Dinimiz bizga omonat. Qur'oni Karim oyatini o'qing. Tafsirini ulamolarimiz bilan kengashib, fatvoga asoslanib keyin gapiring. Hatto to'g'ridan to'g'ri tafsir qilishlikka haqqimiz yo'q. Kitob ko'ramiz. Fatvo berayotganlar bo'lyapti. Fatvo berishlikka kim haqli? Aqidasi buzilib ketgan insonlarning ta'siriga tushib, otasini tanimaydiganlar bo'lyapti. Bu dinimizda nima degan? Otani maqomati qay darajada? Onani maqomati qay darajada? Adashgan toifalarga ergashmaslik, dinimizning sofligini saqlash, o'zimizdan keyingi avlodga yetkazish barchamizning burchimiz ekan. Bu omonatga xiyonat qilishlikka hech birimizni haqqimiz yo'q ekan. Ikkinchisi, farzand omonati. Farzand omonati. Farzandlarimizga Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlaridek, ota-ona farzandiga go'zal odobdan ko'ra yaxshiroq narsa bera olmaydi. Mol dunyoningizni to'kib sochib qo'ying. Beodob qilib qo'ying. Bu farzandingizdan o'zingiz ham ichingiz chiqmaydi. Farzand otani oldida yerga qarab turadi. Ota ish buyursa labbay deb bajaradi. Allohga itoat qilishdan keyin ota-onaga yaxshilik qilishlikka buyurilgan oyat-i karimani uqtirib, singdirib tushuntirishimiz zarur farzandlarimiz. Otani oldida jim o'tirishlik farzandni odobli ekanligidan dalolat. Otaga aql urayotgan farzand beodob bo'ladi. Agar ota xato ish qilyapti, to'g'ridan to'g'ri ota sizni ishingiz xato deb otaga yuzlanmasin. Otaga tik qarab, otaga do'q urmasin. Bu ota bu. Ota sabab dunyoga keldik-ku. Otani jirkib yorayotganlar, otani hurmat qilmayotganlar eshitishligi zarur. Otasi yo'qlar, qani endi ota? Otam bo'lsa, otamni so'kishi ham dori ekan deganlarni eshitamiz. Hech qaysi ota-ona farzandini yomon bo'lsin demaydi. Hatto gunohi kabiraga berilgan ota ham bolam shu ishni qilmagan, bu ish xato ekan deb o'zi aytayapti. Yolg'on gapirma. Haq gapir, to'g'ri yur, to'g'ri tur. Odobli bo'l, axloqli bo'l, o'zingdan kattaga joy ber, hurmat qil. Kichiklarni izzat qilgin, siz deb gapirgin. Tanigan, tanimaganingga salom bergin bolam. Ortimizdan duo qilib qolguvchi sensan. Kalomullohni o'qigin. Fatihani yodlataylik. Juda ta'sirlandim. Safarga chiqdim, domla. Bordim. Bir nechta oilalarda bo'ldim. Dasturxonda o'tirishibdi, dasturxonda yeb ichib bo'lganlaridan keyin summal Fatiha deyishyapti. Fatiha surasini har biri o'zi alohida o'qiyapti. Duo qilib turishyapti. Qani endi bizda dasturxonlarda Fatiha surasini, alhamdulillah o'qisa deganlarni eshityapmizda. Qiyomatga yaqin Qur'oni Karim ko'tarilib ketadi. Odamlarni qalbidan o'chib ketadi. Mushafda qoladi. Bir oyat qorini ham qalbidan ko'tarilib ketib qoladi. Bolam kalomullohni yodlovchi qorini qalbini Alloh taolo avval poklab, keyin shu kalomini joylarkan.
Qur'on o'qigin, ortimdan duo qilasan. Ilmli bo'lgin, odobli bo'lgin, kasblik, hunarli bo'lgin deb ota-ona farzandini tarbiya qilish zarur ekan. Agar ilmi zo'r bo'lsa-yu, xulqi bo'lmasa, puli ko'p bo'lsa-yu, xulqi bo'lmasa, beodob bo'lsa, ilm deyiladi. Ilm bor, ilm bor. Ilmdan ustun turgan narsa ilm. Bu odob, axloq. Qaysi shogirdingizni tanlab olasiz? Ilmli bo'lib turib, ustoz mana unaqa degan shogirdimi? Yoki bo'lmasa zehni pastroq bo'lsa ham odob, axloqli, qaraganingizda shu ko'zini pastga qaratib turadigan, sizga doim itoat qiladigan shogirdnimi? O'shandan rozi bo'lasizmi, bundanmi? Ilm o shaytonda ham bo'lganligini bilamiz. Kamtarlik, kamsuxollik, kam gapirishlik odob, axloq bo'ladi. Beodoblik qilib, bu yoqda amro ma'ruf bo'lsa, bu yoqda gapirib yuborishlik beodoblik bo'ladi. Amro ma'ruf bo'lyapti. Dunyoviy gapdan gapir, ibodatda turibmiz. Gunohimiz to'kilyapti. Martabamiz ulug'lanyapti. Farishta oldimizda turib havas qilyapti. Amro ma'ruf bo'lib turgan joyga farishta osmondan yog'ilib turibdi. O'zimizni hurmat qilmasak, oldimizdagini, ko'zimizga ko'rinmaydigan farishtalarni rioyasini qilib turishimiz kerak. Jamoatning rioyasini qilib turishimiz kerak. Bilgan bo'lsang sabr qilib turgin, takror bo'ladi, ilming oshadi. Bilmagan bo'lsang sabr qilib eshitib turgin, ilming oshadi. Bilgan ham jim o'tirishlikka buyuryapti dinimiz. Bilmagan ham jim o'tirishlikka buyuryapti. Ana suhbatlarda. Ana bizga berilgan majlis omonat. Ya'ni hozirgi shu yig'inimiz ham omonat. Bu majlisda beodoblik qiladigan bo'lsak, omonatga xiyonat qilgan bo'lamiz. Hurmat, ehtiromimizni ko'rsatishimiz zarur. Uyimizda endi mayli xohlaganimizda qilib yonboshlaymiz. Jamoaning ichida yonboshlab olishlik bo'lmaydi. Hokazo. Ayniqsa shu majlislarimizda, shu to'ylarimizda kimdir taom yeyapti. Kimdir taom yeyapti. So'ramasdan kelishadi-da. Buni musavvirchi ukalarimiz yaxshi bilishadi. Odob axloqlari joyida shogird tayyorlasalaring ukajon. Shunday qilinglarki, odamlarni yemoqligi, ichmoqligi farz ibodat bo'lganligi uchun yeb turgan, ichib turgan odamni kameraga olishlik makruh bo'ladi. Kimdir taom yesa qarab turishlarsizmi? Nazar o'tadi. Suqlanadi. Yeb turgan odamga nazarni qaratib turishlik mumkin emas dinimizda. O'rgatilgan bu. Kimdir taom yesa qaramagin. Xijolat bo'lganda yemay qo'yadi. Oshda oshaya turganlarni videoga olishib qo'yganlari bor-da. Ha, uni farzandi bor. Ota, osh yemaysiz, bu yoqda astil kimdir hazil mutoyibasini olganlari bor. Mana shular mumkin emas. Shu uchun kirayotganda so'rab, keyin kirib nima qiling? Musavvirchilik qiling. Bu ham majlisning nimasi? Odobiga ko'radi, omonatdorligini siz rioyasini qilgan bo'lasiz. Ana shu o'rinda aytishimiz kerak bo'ladi. Mana bu telefondan foydalanyapmiz. Hammamizda bor. Qulog'i kar odam mayli endi. O'sha qulog'i kar odam naushnikini taqib, eshitishligi, ovozini ochib olib. Shunda ham oldidagi odamlar bo'lsa nariroqqa kirib olib turib, keyin ovozini ochish kerak buni. Ovoz kuchaytirgichini bosish kerak. Ochiqchasiga ovoz kuchaytirishni bosib olishlik ham
u yoqdan telefon qilib turgan odamni haqqiga xiyonat bo'lar ekan. Ikkita odam turibdi. Sizga gapiryapti bittasi. U yoqqa qaradi, bu yoqqa qaradi. Ikkita odam gaplashib turibdi, u yoq bu yoqqa qarab qo'ydi. Ularni o'rtasiga borib aralashmang nima gapirayotganligiga. Suhbatini bo'lmang. Ikkita odam gaplashib turib, u yoq bu yoqqa qarab qo'ysa, birini gapi biriga omonat bo'lib qoladi eshitib turgan odamga. Hattoki omonat shu darajada ekan. Ana shularga amal qilishimiz zarur. Kasbi korimiz omonat ekan. Kasbi korimiz omonat ekan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Abu Zar radhiyallohu anhu ni shunday deb shu valilikdan qaytargan ekanlar. Ey Allohning rasuli, bir yurtga vali qilib qo'ysangiz deganlarda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ey Abu Zar debdilar. Sen zaif kishisan, mas'uliyat esa omonatdir. U qiyomat kuni sharmandalik va or va nadomatdir degan ekanlar. Bir lavozimga o'tirishlik uchun kimlarnidir o'rtaga solib, kimlargadir nimalarnidir qilib o'sha lavozimga o'tirishlikni paydan bo'lamiz. Aslida xonadonda biz kullukum ro'in va kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Qoidayi bizga bu. Biz mas'ulmiz, qo'l ostilarimizdik. Uyda xonadon ahlimizdan mas'ulmiz. Bir tashkilotga rahbar bo'lib qolsak, shu mas'ulmiz. Dunyoda rahbariyatni oldida, qiyomat kunida Allohning oldida shu tashkilot ustidan javob beramiz biz. Hattoki imomatlik to'g'risida ustozlar aytgan edi. Minbarga intilayotgan yoshlar, nimaga intilasizlar? Maqsad nima? Dinimizga xizmat qilib, ilmimizni oshirishlik. Xo'p, shunday bo'lsa, xo'p. Manmansirashlik bo'ladigan bo'lsa, qayting. Bu minbarda o'tirganga ko'p tosh otiladi. Bunga sabr qilsangiz o'tiring. Qiyomat kunida yawma yad'u bi inas bi imomihi. O'sha imomni qo'li orqada bo'ladi-da, jamoatni oldiga olib chiqadi. Jamoat birin-birin imomdan haqqini talab qiladi. Shu masalani aytmagansiz. Zakotni aytmagansiz. Mavsumga qarab, sadaqa-i fitrni aytmagansiz. Fiqhiy masalalardir. Shariatimiz belgilab qo'ygan masalalardan imomga da'vo qilar ekan. Ana mana bu yerga chiqib olib turib gapirishlik mas'uliyati, omonatdorligi bor va boshqa kasb egalari ham bir yurtga vali qilishlik uchun Rasululloh sallallohu alayhi va sallam o'z davrlarida juda ham zukkolarni tanlab olgan ekanlar, ashabi kiromlar. Xalq bilan kelishadigan, so'zi o'tkiri, mol dunyosi ham yetarligini, och odam bir rahbar bo'lsa, o'sha tashkilot parokanda bo'ladi. To'q odam, nazari to'q odam, aqllik, zukkolik bir yurtga bosh bo'lishlik uchun oddiy ko'cha voshiz tayinlaganimizda ham, mahalla oqsoqolini tayinlaganimizda ham fahmlik, zukko, oilasida o'ziga yarasha obro'lik, bu yoqda reischilik qilsa-yu, u yoqda shu xotinni aytganini qilib, u yoqqa keting desa, ishni tashlab u yoqqa ketib o'rg'itsa ham bo'lmaydi. Xalqning xizmati birinchi o'rinda turadi. Ana shunaqangi misollar. Bir yurtga ham rahbar bo'lishlik oson emas. Alhamdulillah, mana yurtboshimiz iymon e'tiqodda mustahkam joylarga kerakli kadrlarni qo'yib, xalqqa xizmat qilishlik uchun
xalqni farovonligi, yurt tinchligi, vatan ravnaqi yo'lida xizmat qilishlik uchun nazoratlarni kuchayib turibdilar va aytgan so'zlari bor ekan muhtaram yurtboshimizda. Shavkat Mirziyoyev Oliy Majlisga murojaatnomasida korrupsiyaga qarshi kurashda aholining barcha qatlamlari, eng yaxshi mutaxassislar jalb qilinmas ekan. Jamiyatimizning barcha a'zolari ta'bir joiz bo'lsa, halollik vaksinasi bilan emlanmas ekan, o'z oldidagi qo'ygan yuksak marralarga erisha olmaymiz. Biz korrupsiyaning oqibatlari bilan kurashishdan uning barvaqt oldini olishga o'tishimiz kerak. Ya'ni korrupsiya poraxo'rlikda bu. Ana shuni oldini olishligimiz kerak deyaptilar. Bir ish bitirishlik uchun dasturxon olib qo'yadi. Buni yig'ishtiring, Allohga tavakkal qilib boring. Shu odam agar sizni ishingizni bitirib beradi deydigan bo'lsangiz xato qilasiz. Alloh bitiradi. Iltimos qilib, murojaat qilib rahbarga borasiz. Sizni o'rganadi, ko'radi, yordam qilish kerak bo'lsa qiladi. Rahbariyatimiz nazorat ostida ushlab turadi. Mahallalarda har bir oilani, quyi qatlamlarini o'rganib boriladi. Xulq atvoriga e'tibor qaratiladi. Muhtaram jamoat, omonatdorlik haqida so'z ketganda shuni ham ta'kidlash kerakki, keyingi paytlarda olingan qarzlarni o'z vaqtida egasiga bermaslik illati avj olmoqda. Olingan qarzni o'z vaqtida berishga imkoniyati bo'la turib bermasdan cho'zib yurish omonatga xiyonat va og'ir gunoh hisoblanadi. Shu bilan birga qarzini uzishga yetadigan moli bo'la turib uni egasiga bermay vaqtini o'tkazib yurish zulm hisoblanadi. Haqiqatan u odamga zulm qilgan bo'lamiz azizlar. Endi qarzdorlik borasida Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni davrlaridagi bo'lgan voqeani aytamizda mavzuyamizni yakun toptiramiz. Qarzdor kishi uxlamasligi kerak. Kimdandir qarzingiz bormi? Keng endi go'sht yemay qo'yavering, tuxum ham yuring endi. Ha, o'shanga ham endi nima imkoniyatingiz bo'lmasa, endi sabzavot bilan ham nima osh tepasiga so'zi kartochkangizni qo'yib yuring. Choyxonaga borib olib, qarzingiz to'la, qanaqangi minutda o'tyapti? Ko'payib ketyapti bu holatlar. Ana shu masjidimizga qani Ilmirojon qor ekan. Mana keldimi, so'radimi, domla qarzi bor edi, bersin. Shu qor ekan, domla bormidi berganingizda? Yo'qmidi? Egasi bilan gaplashasiz dedilar. Ko'ryapsizmi? Endi mendan tashqari qanchalarga borgan bo'lishligi mumkin. Mana shunaqangi holatlar uchrab turibdi-da, sizlarga ham borayotganlari bo'lsa kerak. Qarzi bor insonni hatto Rasulimiz sollallohu alayhi vasallam janozasini ham o'qib qo'yasizlar degan ekanlar. Janozada hozir bo'lib turdilar va aytdilarki, bandalarning haqqi bo'ladi, Allohning haqqi bo'ladi. Bandalaridan haq bo'ladigan bo'lsa, ado qilib qo'yasizlar. Mayyitning egasi kim? Kimda bu mayyitning haqqi bor deganlarida o'sha davrda ham turishgan ekan. Bittalari ey Allohning rasuli, o'tgan mayyitni menda qarzi bor edi. Qarzini ado qilmasdan dunyodan o'tdi. Kim beradi buni qarzini? Deganlarda birodarlaringiz qarzdor ekan, janozasini o'qib qo'yasizlar deb bir ikki qadam tashlasalar, ey Allohning rasuli, mayyitni hech kimi yo'q ortidagi o'g'il farzandi, yo bir qiz farzandi yo'q buni orqasida merosxo'ri. Endi yaqinlaridan amakivachchasi menman. Zimmamga olsam bo'ladimi desalar, bo'ladi. Mayyit egasi siz qarindoshi ekansiz. Mayyitni haqqini, qarzini ado qilib qo'yasizmi dedilar. Ado qilaman ey Allohning rasuli dedilar.
Unday bo'lsa Allohning haqqini o'ziga havola qilamizda janozalarni o'qiymiz deb janozalarni o'qib bergan ekanlar. Sunnatga muvofiq so'rab qo'yamiz. Mayit egasi kim deymiz? Qarz bo'lsa dalil isbot bilan kelsa ado qilib qo'yasizmi deymiz. Ado qilaman desa keyin janozasini o'qiymiz. Bandani haqqi shunday. 3 kun muhlatni ham qo'yibdilar. 3 kundan keyin amakivachchasini ko'rib qo'yganlaridan keyin amakivachchangizni qarzini ado qildingizmi? Desalar, "Ya Rasululloh, hali ado qilinganim yo'q" desalar, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yuzlari qizarib o'tirib qoldilar. Shunday asalariga tuyanib o'tirib qoldilarda yuzlari qizarib turibdilar ekan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yuzlarini qizarishliklari jahllari chiqqanligidan dalolat ekan. Shunda boyagi ashablari borib qarzini ado qilib kelib, "Ya Rasululloh, amakivachchami qarzini ado qilib keldim, zimmamga olgan edim" desalar, asolarni ushlab o'rinlardan turib, "Sendan Alloh rozi bo'lsin. Amakivachchangning qarzini to'lading. Yotgan qabridagi azobdan qutqarding. 2 qo'li, 2 oyog'i, bo'g'imlari o'tli kishanda turgan edi. Azobda turgan edi bu. Alloh sendan rozi bo'lsin" degan ekanlar. Qarzdor qarindoshlarimiz bo'lsa to'lashlikka buyuradi dinimiz. Qavm qarindoshimizdan qarzdorlar qolmasin. Birodarlarimiz qarz bo'lib qolmasin. Ularni ham haqqilariga, qarzdorlarning haqqilariga ham duo qilamiz. Nimaga? Qarzdorlarga najot deganimiz qarz bo'lib qolishlik oson emas. Kimdandir qarz bo'lib qoldingizmi, boshingiz egik o'tirasiz. Qarzdorlikdan Alloh o'z panohida asrasin. Hurmatli aziz jamoatlarimiz, ihson qilgan birodarlarimiz bor ekan. Bir ukamiz o'tgan ota-onalarning haqqiga duo so'rabdilar. 50 ming so'm Qorovultepa qishlog'idan suv olib kelish maqsadida katta kichik yoshdagi aka-ukalarimiz bir haftadan beri xolis xizmat qilayotgan ekanlar. Yer ekishlik uchun suv kerak, ekin ekishlik uchun. Suv chiqarib, shu kanaldan nasosga tortib olamiz deyaptilar. Shu ariqni tozalab, shuna qilib xolis xizmat qilayotgan aka-ukalarimizni Alloh taolo dunyoda xorlik, zorlikda o'z panohida asrasin. Xonadonlarda yaxshi kun to'ylar bo'lsin. Matqilobat qishlog'idan bir ukamiz bemor singlimizdan haqqiga 50 ming so'm ihson qildilar. Allohim mana bemor singillarni Alloh dardlariga shifo bersin. Bir ukamiz masjid uchun 40 ming so'm, bir ukamiz imtihon oldidan jamoatdan duo so'rabdilar. 250 ming imtihondan sog' salomat o'tib ketsinlar. Xitoychek qishlog'idan Al-Akbar hoji akamiz qorilarga deb 600 ming so'm va yana boshqa birodarlarimiz ham ihson qilishibdi. Ularning haqqilariga ham duo qilar ekanmiz. Bir bemor akamiz 500 ming so'm ihson va yana bir bemor opaga 700 ming so'm ihson qildilar. Bir bemor akaga deb 500 ming ihson qilishibdi. Yana bir bemor opaga 700 ming so'm ihson qilibdi. Alloh rozi bo'lsin. Mayli jamoatda duo qilaveramiz. Yetim va muhtojlar uchun 500 ming so'm ihson qilibdi. Bu o'qilgan narsalarni eshitgan masjidda hisob raqamiga tushish kerak. Mutavallimiz eshitib oling. Bu yerda o'qib turganlarimiz bu masjidda hisob raqamiga tushiladigan mablag'ni olib keling menga. Maylimi? Shu ihson qilayotgan birodarlarimizga alohida ihsonni qilsin, vaqtni o'tkazdirmay buni qilib. Счет raqamiga tushadigan bo'lish kerak. Bu jamoatning ichida hisob kitobi juda joyda bo'lgan odamlar bor. Ertaga kamomad chiqsa kim javob beradi bunga? Tushadimi keyin gapirish kerak edi. Hoji bo'ladi. Hisob raqamiga tushsa keyin yozish kerak, keyin jamoatga o'qib eshittirish kerak. Xo'sh, yetimlar uchun 250 ming so'm qani yetimning puli hisob raqamda bizda aylanadimi? Aylanmaydi. Aylanadigan pul kerak. Masjidimiz hisob raqamida pul bo'lmasa, domlalarimiz oylik yetarli bo'lmasa, bu qayerdan kelyapti bu? Hisob raqamiga tushgan mablag'ni olib keling. Xolisan duo qilaveramiz ihson qilganlarni. Matqibolatdan bir ukamiz onalarning haqqilariga, hojga olib boraman deb haqqilariga Alloh taolo hojga olib borishligini nasib qilsin. 50 ming ihson qildi. Mana bu raqamga tushish kerak.
Tesopchikdan bir akamiz kelinlarini xatmi Qur'on qilibdilar, 40 ming so'm ehson qildilar. Kelinlari qoriya bo'lsinlar. Alloh rozi bo'lsin mana shunaqangi kelinlarimizdan. Tuvodiqchikdan bir akamiz umra safar oldidan sog' salomat umraga borib kelsinlar ilohim akamiz. 100 ming ehson qildilar. Bir akamiz ayoliga shifo so'rabdilar. Baxt va omonat tilab 100 ming so'm ehson qildilar. Baxt va omad tilab omad bo'lish kerak. Omad tilab 100 ming so'm. Cheksaroy qishlog'idan bir birodarimiz farzandlar va nabiralarning haqqiga duo so'rabdilar. Pulini yozmabdilar. Mirzobodchikdan bir opaxon farzandlarini haqqiga shifo so'rab duo qildilar. Alloh rozi bo'lsin. Yana hurmatli azizlarimiz, Chek Xitoy qishlog'idan mana bu qo'limga shu xat kelib tushdi. Chek qishloq fuqarolari navbatdagi Open budjetdan bitta loyiha qo'yib yutib olishdi. Shu sababli Chek Xitoy qishlog'i aholisi haqqiga duo qilib berishingizni so'rayman. Xizmat qilganlar, ehson qilganlar haqqiga va safarda yurib ehson qilganlar haqqiga alohida duo qilib bering, iltimos. Alakbar hoji buvamiz mana shunaqangi tashabbus bilan chiqibdilar. Alloh rozi bo'lsin. Chek Xitoy qishlog'i bundan da obod bo'lsin. Kelgusi mana kuzgi mavsumlarda ham omadlarni berib yutib ketaversin. Har bir qishloq, mahallalar obod bo'lsin. Va axiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin. Duoni so'ngida qilamiz. Allohu akbar. Azon aytamiz. Jannatga bir qadam.